Aholi salomatligini muhofaza qilish har bir jamiyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, tibbiy xizmat sifatini oshirish bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Chortoq tumanida o'tgan yil davomida amalga oshirilgan islohotlar natijasida tibbiyot muassasalari texnik jihatdan takomillashtirildi va aholiga ko'rsatiladigan xizmat darajasi oshdi. Bundan avval zararsizlantirish bo'limida eski avtoklavdan foydalanilgani sababli tibbiy asbob-uskunalarni dezinfeksiya qilishda ko'p vaqt va ishchi kuchi sarflanar edi. Open budjet orqali yangi uskunalar xarid qilinib, ikkita zamonaviy avtoklav o'rnatildi. Bu esa tezkor va samarali zararsizlantirish imkoniyatini yaratdi. Shuningdek, amaliyot xonalarida jarrohlik jarayonlari uchun zamonaviy narkoz apparatlari yo'qligi muammolarni keltirib chiqarar edi. Mavjud sharoitlarni yaxshilash maqsadida ikkita yangi anestezologiya uskunasi olib kelinib, foydalanishga topshirildi. Bu esa jarrohlik amaliyotlarini xavfsiz va samarali o'tkazishga xizmat qilmoqda. Yil davomida Chortoq tuman tibbiyot tizimida 17 ta yirik loyihalar, umumiy qiymati 18 milliard 926 million so'm bo'lgan ishlar bajarildi. Xonalarning ilgari hidi kelardi, ko'karib yotgandi. Mana hozirgi kunda juda chiroyli. Bizga mana shunday sharoit qilib bergan yurtboshimizga rahmat. Shuningdek, 11 ta tibbiy muassasada qurilish va ta'mirlash ishlari yakunlandi. 6 ta strategik loyiha orqali raqamlashtirish tizimi joriy etilib, moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Bu islohotlar natijasida tibbiy xizmat sifatli, zamonaviy va qulay shaklga keltirildi. Open budjet orqali amalga oshirilgan bunday o'zgarishlar mamlakatimizdagi sog'liqni saqlash tizimi rivojiga katta hissa qo'shayotganligini Chortoq tumani misolida ham yaqqol o'z isbotini topmoqda.